Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz. Ikkita eshik, bitta katta darvozasi bilan olib kelib o'rnatdik. Holatlari qanchalar kelishlari bor. Eshigi, podval eshikchasi. Katta darvozasi osh. Teng tepa qismi 2 qavat dvoynoy bo'ldi. Qolganlari 1 qavat, biri 3 listimizdan bo'ldi. Yondorliklari 8 ga 8. Har doimgidek taglari shivillar, tepasida mana lazerli listlarimiz bilan havo kirib aylanib turish uchun qilindi. Zazorlar devorlarda xudo xolasa zazorlarimiz yo'q. Zamoklarimiz yaxshi original zamoklardan. Ochilib bekilishlari mana shumkaga o'xshash bo'layapti. Orqa qismlari har doimgidek pachenniklar, sharikavoy, ichki zatorlar, ochilib bekilishlari, ichki zatorlarimiz. Juda go'zal. Yoki shunaqangi darvozalarimiz kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat etaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz.